Shunda Ukoshat ibn Mihsan degan sahobalardan bittalari o'rinlardan turib, "Ud'ulloha an yaj'alani minhum." Meni shu 70 ming toifani bittasi bo'lib duo qiling dedilar. Qala anta minhum, siz shulardansiz dedilar. Thumma qama rajulun akhar, boshqalari turdilarda, faqala ud'ulloha an yaj'alani minhum. Meni ham shu 70 ming toifadan bo'lishligimni Allohga duo qilsinlar deganlarda, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha sendan ilgari egallab oldi o'rinni deb qo'ydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan keyin javob aytmaganlari, undan keyin yana bir kishi turishi mumkin, undan keyin yana bir kishi turishi mumkin. Shuning uchun ham shu savolni avvalini to'sib qo'ydilar. Xullas, bu hadis sharifda halam yushriku billahi shay'an, hatto sahobalar birinchi shu martaba Allohga hech bir narsani sharik qilmagan kishilar bo'lsa kerak deb, shirkni qanchalik yomonligini, hatto jahiliyat davrida ham yomon bo'lsa kerak deb tushunishganliklariga dalolat qiladi. Xullas, biz ba'zi bir hayotimizda bo'lgan shirklarga to'xtalib o'tmoqchimiz. Hali aytib o'tgan hadis sharifda ko'z va hamda isitmadan ruqya, bunga masalan duo qilishlik agar Qur'oni Karim oyatlari bilan bo'lsa, ulamolar bunga ruxsat berishganlar. Sahobalarning ba'zilari mutlaqo ruxsat berishmaganlar. Chunki Abdulloh ibn Mas'ud ruxsat bermagan sahobalardan hisoblanadi. Abdulloh ibn Mas'ud ruxsat bermasliklari, ulamolar buni tavjih qilishadilarki, Qur'oni Karim bilan bir duo qilib tumor osib shunday qilinishlikda borib boshqa narsalarni ham qilib ketib qolinishlik mumkin deb bundan ehtiyot bo'lishadilar. Lekin aslida kitob-u sunnatda ko'pchilik ulamolarning fikrida ko'z va isitmaga dam solinib Qur'oni Karimdan yo biror narsani yozib tumor qilinishlik shar'an man qilinmagan. Ba'zi sahobalar man qilishganlar. Mana bu narsani farqini bilib olishimiz kerak. Shirk jumlasidandir. Min ash-shirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Shirkdandir biror bir halqani yo ipni bir tugun qilinib, shuni baloni ko'tarilishligi yoinki u balo tushgan bo'lsa ko'tarilishligi uchun yoinki baloni kelishligini oldini olish maqsadida shunday qilishlik shirk jumlasidandir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allohu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyalloh alayhi yatawakkalul mutawakkilun." Ayting ey Muhammad alayhisalom odamlarga, aytinglar-chi deng. Allohdan boshqaga sig'inyapsizlar. Agar Alloh menga bir zararni iroda qilsa, ular bu zararni ko'tarib tashlovchimi? Mana bu narsani ayting ularga. Alloh subhanahu va taolo bir zararni iroda qilgan bo'lsa, Allohdan boshqaga sig'inayotgan narsalaringlar biror bir zararni ko'taruvchi emas. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kumushdan bo'lgan bir halqani qo'liga bog'lab olgan kishini ko'rdilar. Faqala ma hadihi? Bu nima dedilar? Qala minal vahina. Bu vahinadan saqlanishlik uchun. Vahina deb ko'p tabiblarning fikrida yelkadan o'tgan bir tomirki, shu kasallangan bir tomir. Ba'zilar bo'lsa bilakdan, ba'zilar oyoqdagi bir tomirni og'rishi, shu narsani kasallikdan saqlanishlik uchun men shu halqani qo'limga bog'lab oldim dedilar. Faqala inzaha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Olib tashla dedilar. Bu senga vahina arab tilida suslik degani, ya'ni suslik ma'nosi bor.
bu badaningni susaytirishlikdan boshqa narsani ziyoda qilmaydi senga, battar kasallanasan dedilar. Agar bu kasallanib qolsa-yu mayli. Agar o'lsang, shu halqa seni qo'lingga bog'langan holatda o'lsang, hargiz najot topmaysan dedilar. Ya'ni bu shirkliga ishora qildi. Demak, bir kishi o'zini qo'liga biror bir narsani bog'lab olsa, halqa yoki ip shunga o'xshagan narsalarni, biror kasallikni bir davoga taalluqi bo'lmagan bo'lsa, bu narsa shirkdir. Agar shu narsa uni ustida turgan holatda o'lsa, hargiz najot topmaydi. Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu dan marhan bu rivoyat qilinadiki, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallohu lahu va man ta'allaqa wada'atan fala wada'allohu lahu." Agar bir kishi tumor taqvagan bo'lsa, Alloh ishini butkizmasin. Agar bir kishi vada'a, ya'ni tinchlanishlik uchun biror narsani bog'lab olgan bo'lsa, Alloh uni tinchlantirmasin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu narsa, yana takror aytamiz, hali aytib o'tganimizdek, ixtilofli masalani hali aytib o'tdik. Shu narsa bilan birga tushunilishi kerak. Ba'zi rivoyatlarda man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka. Kim bir tamima osib olgan bo'lsa, mushrik bo'pti degan ekanlar. Huzayfa ibn Yamani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi qo'lida bir ip bog'lagan odamni ko'rdilar. Bu ipni hech narsa yo'q edi, bunda isitmadan saqlanishlik uchun bog'lab oldim degan. Biz hozir bu yerda o'tirganlar hayron bo'lishligi mumkin. Nahotki bir kishi johilligi shu darajaga chiqarmiki, bitta ipni isitmaga kirmasin deb bog'lab olarmiki, shunday johil odamlar bo'lgan deb o'ylab qolishi mumkin. Hozirgi vaqtda qilinayotgan johilliklar ham undan ortiq emas, birodarlar. Hozirgi vaqtda ko'z tegmasin deb eshikka qoqib qo'yilgan taqa bu ip bog'lashlikdan ortiq johillik emas bu narsa. Masalan, ko'z tikanni qo'yib qo'yilishlik. Bu narsa mabodo bir kishi shu yerga kelganda ko'ziga kirib ketsin, ko'zi o'yilib tushsin desa to'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, shu borganda shu bir adabini yesin shu odam desa mumkin, buni to'g'ri deb tavjih qilish mumkin. Lekin shu narsa shu eshak, otlar davul qilsa hech qanday zararni yetkiza olmaydigan yerda turgan tikan ustunga chiqishligi bilan tamomiy shu odamlarni ko'zdan saqlaydi deyishlik, u ip bog'lagandan ko'ra johilroq bu narsa. Ko'rdilarda faqata'ahu uzib tashladilar. Va tala qawluhu ta'ala va ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Va Alloh taoloning mana bu oyatni o'qidilarda odamlarning ko'pi Allohga iymon keltirdim deydi-yu, mushrik holatida iymon keltirdim deydi. Degan oyatni o'qidilar. Ko'pchilik, birodarlar, ko'pchilik Allohga iymon keltirdim deydi-yu, o'zi mushriklikdan bexabar. Yo'inki biror xabardor qilsa, tan olmaydi. Hali darsimiz avvalida ruqya va tumorlar haqida alohida to'xtalib o'tamiz dedik. Ruqya